Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, katta ehtimolliklar bilan yo ish beruvchisiz yoki ma'lum bir davlat tashkilotida ishchi xodim sanalasiz. Ya'ni Mehnat kodeksida shunday norma bor, ya'ni Mehnat kodeksining 313-moddasida ayni bir qilmish yuzasidan bir martagina intizomiy jazo chorasi qo'llanadi. Lekin ba'zi bir holatlar bor, ya'ni ba'zi bir kamchilikka siz yo'l qo'ygan holatingizda sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik ham qo'llanadi va uningdan keyin ish beruvchingiz sizni intizomiy jazoga ham tortishi mumkin. Shunday holatda ish beruvchilar yoki xodimlar o'ylanib qoladi, bitta qilmish uchun bitta jazo bor-ku deb o'ylab qolishadi. Biroq bu jazo chorasi emas, balki 213-moddasida bir qilmish uchun bir intizomiy jazo chorasi belgilangan. Buni bir misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, barchamiz davlat xizmatlaridan foydalanganmiz, ya'ni yagona darajada ma'lum bir xizmatdan foydalandik va ushbu xizmatimizni ko'rib chiquvchi mas'ul idoraga yo'naltiriladi va ushbu idorada ham ba'zi bir xodimlar ishlaydi va ushbu arizamizni nechadir kun ichida ko'rib chiqishi va qonuniy asoslarga ko'ra javob berishi kerak edi. Deylik, ushbu tartibga buzilsa, ya'ni muddati buzilsa yoki noqonuniy tartibda rad qilsa yoki ko'rib chiqmasa, demak bu O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 215-moddasi bilan davlat xizmatlari ko'rsatish tartibi buzilishi hisoblanadi va ushbu xodimga nisbatan ma'muriy javobgarlik chorasi qo'llanilishi mumkin. Xo'sh, shu bilan yakunlandimi? Yo'q, bunday holatda ish beruvchi ushbu xodimini mehnat qoidalarini ham buzding, ya'ni uning mehnat shartnomasida ayni ushbu ishni o'z vaqtida bajarilishligi, qanchadir muddatda bajarilishligi ko'rsatib qo'yilgandi. Lekin ushbu ishni o'z vaqtida bajarmaganligi yuzasidan ham xizmat tekshiruvi tayinlab, natijasiga ko'ra intizomiy jazo chorasi qo'llashligi mumkin. Agarda sizda ham mehnat huquqiga doir bo'lgan savollar mavjud bo'lsa, albatta video izohlarda yozib qoldiring va ushbu videoni davlat ishida ishlaydigan xodimlarga yuborib qo'yishni unutmang.